Bir-birimizni sevmaganmiz ham, ko'rmaganman ham, tanimaganman ham xo'jayinimni. Voy, kelib 3 kundan keyin xo'jayinim otini bilinma. Qaynatam Valijon deydi. Men aytdim, voy, o'lay, xo'jayinim oti Valijon aka. Turmushga chiqqandan keyin biror yoqqa ishlagani ham bormaganman, boshqa yoqqa bormaganman, hech joyini ko'rmaganman. Mana shu uy ishini qilib, choli kampirni kutib, hali qilib o'tiraverganman. Voydod, men hali o'qishim bitirmay, turmushga chiqmayman deb o'lganman. 62 yil xo'jayinim bilan birga turmush qurganman, bolajonim. Voy, kelinchak bo'lib kelganimizdan keyin men xo'jayinim bilan choli kampir to'ttalab, quruq non, quruq choy bilan nonushta qilardik. U paytda hech narsa yo'q edi. Nima qilamiz? Shundaqa kunlarni ko'rganmiz, jon bolajonim. Voy, u kunlarni hech kim bolamiz ham, nevara-chevara kelin-kechaklarimiz ham ko'rmasin. Voy, qandoq yashaganman, voy. Araqni berardi, ichib, inay ketardi o'rislar. Valijon, Tursunboyev Valijon, Zalatoy deb. 5 ta o'ris, 5 ta o'zbek kelar edi. O'zbeklardan To'ychinovcha, indan keyin Ro'zimjeka, Karimbek aka, ana Ismoil Peshayvon, Sobir aka, o'rislar kelardi. Hammasi ichib-pichib, o'yinda tushib, apar pochta kelardi. Pochtalar yonida uchardi. Karimbek aka ustoyini ko'rib, Karimbek aka tushar edi. O'yinda tushib, yarim kechagacha o'tirib, inay ketishardi hammasi. Shundaqa kunlarni ko'rganmiz. 2 marta ovqat qilsa, yana qilsa 3 marta ham ovqat qilib beraverardim. Odam bo'lsa ma'raka qilaqada bo'ladi. O'lsa Qo'ristonga borib kelib ma'raka ham bo'lmas edi. Hozir endi mana o'lgan bo'lsa ham, to'y bo'lsa ham, to'y. O'lgandiga ham to'y. Hamma joy to'y bo'lib ketdi. Ertamanda katta qozonga sho'rvani solib, tomga chiqib chaqirardi. Ertamanga yog'li sho'rvaga, palonchilikka yog'li sho'rvaga deb. Butun odam borib yog'li sho'rvani ichib kelib, orqasidan inay palovga chaqirardi bitta. Shunaqa edi. Xumor opa 1 yilmi, 2 oymi yashagan shu bilan xo'jayin armiyaga ketib yo'q bo'lib ketgan. Inay qaynotamda qoldi. Inay qaynotam bir kun chaqirib aytdi, qizim dedi. Bundoq qilib o'tirma. Xo'jayining endi kelmaydi, urushda bir yoqqa o'tib ketganmi, urushda yo'q bo'lib ketganmi, turmushga chiqqin dedi. Yo, nishonxo'lisga chiqqin, yo, haligiga chiqqin dedi. Onimda. Shonga chiqqin dedi. Lekin shuni bilan ota dedi, men turmushga chiqmayman dedi. O'g'alarimning qo'lida, o'g'alarim meni mandoq qiladi dedi, o'g'alarim qo'lida o'tiraman dedi. Voy. O'g'alarini qo'lida o'tirib, tevalarga o'g'loqlarni boqib kelardi, yig'larida kelib, acham moldiga, acha, men yoshligimda hali qilmagan ekanman, Ozab aka. Mana o'g'alarim qo'lida mol boqar bo'lib qoldim-da, yo'qlab choylarni ichib uyga ketardi Xumor opa. Oxirida o'g'alari ham hali qilmay, oxirida xo'r bo'lib o'ldi deya bechora. Kech borsak, qaynona eshigini shipirib, mana bundoq qilib yurasa, maktabga kelishga haligi vaqt topolmaysanmi deb qizartirib chiqarib qo'yardi hammamizni. O'zgan aka. Yomon edi O'zgan aka. Shundoq qilib chiqarib qo'yardi. 10 ta klassni o'rtasiga qizarib o'lardi. Mohirjon rahmatlik magazinda ishlar edi. Solijon katta to'y qilganda 32 qop un, 4 pochka sariq yo'q. Haligi qand, iris qand, shokolad qandlarni 4 turi bilan korobka qilib keltirib bergan. Mohirjon bechora rahmatlik. Juda bizga foydasi katta edi. Rasa foyda keltirib berardi. Go'shtlari ko'tarib kelardi. Butun qo'ylarni go'shini. Voy. Doya Xudovanda 36-yilda tug'ilganman. 36-yilda tug'ilganman. Haydar va Ortiqjon nomim.
Xudoya xudovonda tanijonlarimiz sog' bo'lsin, umrlarimiz uzoq bo'lsin bolajonim. 26 ta nevaram bor. 67 ta chevaram bor. Hammasini to'yini ko'rib, hammasini haligisini ko'rib, murodim maqsadimga yetganman. Endi mana cholimdan qolgan 7 bolayam tanijonlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Bola chaqalariga bosh bo'lib, sog' salomat nevara chevara to'ylarini ko'rsin mana singari. Xudoya hammasi. Kelinlarim ham mana 5 ta kelinim bor. Menga kelinmas, kelinlar qiz menga hammasi. O'g'lim Xudoya xudovonda qiz qatorida, qizlarim qatorida, kelinlarim ham qiz hammasi. Aytasiz-ki 1936-yilda tug'ilganman do'st. Qaysi oyida? Qaysi oyda tug'ilganikim mana allaqim. Maktab aytdim, allaqancha oyda. Men qadam bilaman qaysi. Yozdami? Qaysi vaqtda tug'ilganimni. Qarang. Bug'doy o'rimida dirdingiz. Iyunda bug'doy o'riladi. Bug'doy o'rimida deng. Ha. Qadimgicha gapirib ber, o'tgan kunlaringni, qandoq yashagansizlar? Ha, o'tgan kunlarimiz endi nima qilamiz? U vaqtida bundaqa haliglar yo'q edi. Serovgarchilik yo'q edi. Doqa to'yinchilik bo'lmagan. O'zimizga yarashib yashaganmiz. Ammo otalarim boyvuchcha bo'lib o'tgan, o'zim otalarim. Kimsa Haydarboy bo'lib o'tgan. Shu ular ham juda chiroyli hayot kechirib, meni katta qilishib, voyaga yetkazib turmushga chiqargan. Turmushga chiqqanimdan keyin xo'jayinimga kelib, endi anchagina xarob bo'lib yashaganman. Yashaganimdan keyin xo'jayinim ishga kirib, shaxtalarga kirib, yaxshi bo'lib ketgan. Juda ham zo'r bo'lib ishlab, 32 yil yer tagida shaxtada ishlagan. 62 yil xo'jayinim bilan birga turmush qurganman, bolajonim. Xo'jayinim endi bolalarni huzurini ko'rmay o'tib ketdilar. Ulardan qolgan 7 bola hammasi yaxshi. Bolalarim ham yaxshi, o'g'lilarim undan yaxshi, kelinlar undan yaxshi, qizlar meni maymundoq qilib kaftida ko'tarishadi. Hammasi. Umrlari uzoq bo'lsin, tanijonlari sog' bo'lsin. O'g'lilarimni ham, kelinlarimni ham. Xo'jayinimni Tursunboy Valijon bo'lgan. Qaysi oyda o'tdi-ya, ota? 14-chi 2013-13-mart. Ha? 13-mart kuni o'lganlar. Ha. Bexosdan kasal bo'lmay bir pasda o'lib qolganlar. Shahdada ishlayverib, nima qilamiz? Chol kampir borgan, chol bilan ikkala chol jo'pchiga. Subayjonda otasi bilan Mushoboy katta bilan qaynatam borgan. Tursunboy qaynatam. Ikkalasi. Endi shundan so'ng chol ketdi, men bularni qaytarmayman deb otam rahmatlik bergan. Bergandan keyin 9-sinfga o'tganimdan keyin to'y bo'lib qolgan. To'y bo'lib, Necha yoshda edingiz? 18ga, 17 qanchaga kirib bilmasam. 18 yoshgina tushirilganman deya nima qilaman. Voydod, men hali o'qishim bitirmay turmushga chiqmayman deb o'lganman. Shunda endi otam rahmatligini berib yuborganda shundan so'ng ketdi, men bermay qo'ymayman deb. Qarang, nechinchi farzand bo'lgansiz oilada? Oilada nechinchi farzand bo'lgansiz? Men oilada acham rahmatli 8-9 ta bola ko'rgan. Yoshlikda o'lib qolavergan, keyin 3 tagina bola qolganmiz. Bitta men, qiz, 2 ta o'g'il bola. Ismlari? 2 ta o'g'il bola Komiljonida o'tib ketdi, bitta Rahmanali bor. Og'am, shu 3 ta farzand qo'yganmiz. Men bittagina qiz bo'lganman xolos. Kattasimi, kichkinasimi? Yolg'iz qiz bo'lganman. Men eng kattasi bo'lganman, qizdi. Qiz bola. Yaxshi, jo'pchi bo'lib kelishibdi. Otangiz beribdilar. To'y qanaqa o'tgan? To'y endi u vaqtida o'zi yarashir bo'lganda, jonim bolajonim, o'ziga yarashir. Meni shundoq tushirib kelganimdan keyin uyga kirgizib o'tirishgan. O'tirganimdan keyin nima qilaman? Endi tong'ochgacha o'tirdim. Endi qaynam rahmatlik, xolalarim, ammalarim keluvdi. Qurbon, nima qilib o'tiribsan? Boqa nima chimalaqlarga postayni solib qo'yding deb, postay solib qo'yibdi chimalaqqa.
voy yolg'iz bolam bilan kelinim postayday qalin bo'lsin deb postay soldim deydi qaynam rahmatlik. Shu bilan tog'otgacha postayda o'tirib haligi qilganman. Bittagina sholchani solib qo'yibdi. Haligilarimiz tayga butun pog'ol. Sholchani tayda pog'ol. Shundoq qilib kun ko'rganmiz jon bolajonim. Undan keyin xo'jayinim rahmatlik haligi bo'lib sekin qishdan chiqib bahorda "Ne ota dedim men ishga kiraman" dedi. Ro'rnik kelar ekan, shaxta ochilar ekan dedi. Shaxtaga ishga kiraman dedi. Ne qaynotam aytdi, mayli o'g'lim sekin borib kelaver. Qaynotamni ko'zi sal bo'vardi ya. Undan keyin bo'vardi shuni men ham sekin ishga borib kelaver dedi. Ama aytdi bo'pti. Endi ishdan abidga boradi o'g'lim. Qayerda ishlading desa, ota ana bu yerda haliginda ishladik. Istalban tayini kovladik. Bütün robotchilar o'rus bormi, o'zbek bormi hammamiz istalbalarni tayini kovladik dedi. Bo'pti dedi. Uni istalban tayini 1 yil kovlab, hali kelgandan keyin ne o'ruslar istalbani qurib, sin tortadigan bo'ldi. Pilarama ochgan. Ashoqa kelib, ashoqa butun pilarama taxtaxona bo'lgan. Shu yerda taxtaxonada ham 1 yil ishladi. Undan birinchi uchastkada shaxta ochilgan. Shaxta birinchi uchastkada ham ishlab keldi shaxtada. To'xtab turing endi. Ha. Mana hozir to'ylar bilasiz, artistlar bo'ladi. Qizlar oq fata kiyadi. O'g'il bola kostyum shim kiyadi. U paytda qanaqa bo'lib o'tgan to'ylar? U paytda unaqa narsa bormi ya? Fata ham yo'q, boshqa ham yo'q. Otga mindirib olib kelib, shunday tushirib, chimaliqqa kiyib qo'yavergan. Shu kiyim ham o'ziga yarashir bo'lgan. Hammamizda. Zaksdan o'tish, mulla nikohlatish bo'lganmi, yo'qmi o'sha paytlar? Qilgan, zaksdan o'tganmiz. Zaksdan o'tib nikohlarni qilgan. Faqat buni artist bo'lmagan, ha? Yo'q, artistni ko'rmaganmiz. Hech undaqalarni. Hech narsani ko'rmaganman, bolajonim. Shunda o'tganman. Zaks qayoqda bo'lgan? Masalan, hozir mana mashinalarni qator qilib pastga popga borishadi. Zaks byurosiga. U paytlar qanaqa o'tilgan? Hamma narsa to'yinchilik, sinovgarchilik, artistlar bir yoqda, to'ylar bir yoqda. U paytda qanaqa bo'lgan? Voy, u paytda hech narsa bo'lmagan. Voy, kelinchak bo'lib kelganimizdan keyin men xo'jayinim bilan kampir to'ttalab quruq choy bilan nonushta qilardik. U paytda hech narsa yo'q edi. Nima qilamiz? Keyin mana xo'jayinim ishga kirib, pul toparman bo'ldi, yaxshi bo'lib, shaxtalarda ishlab, yaxshi bo'lib, undan keyin butun o'rus nachayliklari bilan o'rtoq bo'lib, hammasini topishib olib, shaxtan nachaylari bilan o'rtoq bo'lib, araqni berardi, ichib, undan ketardi o'ruslar. Valijon, Tursunboyev, Valijon, Zalatoy deb. Mayli, xudovanda o'rgilay. Qaynam o'zi tug'dirib qo'ygan. Men yolg'iz bolamni, bolasini hech yoqqa bermayman deb, onamniki ham qo'ymagan, o'zim boqaman deb, o'zi boqqan. Men shu Hamijonni o'zi katta qilib, o'zi boqqan, mavlida ikkalasini. Endi qaynotam rosa duo qilgan. Qaynotam 5 kunlik kelinchak bo'lganimda xo'jayinim aytdi, xotin dedi, otam ko'zida sal ojiz, yetalasang yuraydi, astam bilan yo'qotsam yura olmaydi. Opam qari boryapti dedi. Shularni duosini olsang kelajaging yaxshi bo'ladi dedi xo'jayinim. Men aytdim duosini olaman deb, umid bilan shu ro'zg'orga kelgandan keyin men shularni tashab qo'yamanmi? Qo'limdan kelgancha qarayman dedim. Undan yana bir 15 kun o'tganda qaynotam kelinjon deb chaqiradi. Endi men aytdim, shuncha chol voyaga yetgan chol kelinjon deb chaqiradi. Men ham otajon deb boray dedim. Endi qaynotani oldiga otajon deb keldim. Qalaysiz deb yelkasidan ushlab o'tiribsizmi? Men maktablardan keldim. Dedim, keldingmi qizim dedi. Ha dedim, men bu o'tir dedi. Ne o'tirdim. Aytdi, meni astam ushlagan dedi. Voy, men o'lay dedim, astasini ushlabman, nima qilaman desam, astam ushlab dedi, o'rningdan turib, astamdan tengashgin bolam dedi. Endi astamdan tengashdim, voy otajon dedim. Astangiz ham o'zingizga o'xshagan uzun ekan, novcha ekan, meni bo'yim bilan teng desam, voy Xudoga ming marta shukr. Meni astam bilan teng bo'lgan bo'lsang, qizimjon dedi.
mahalla ko'ylar hammasi menga dushman aka onangni emgulla dedi. Kelining kichkina o'g'lingni ishini qilolmaydi, seni ro'zg'oringga yaralmaydi, seni qaramaydi, o'g'ling buni xotin qilmaydi dedi. Mahallalar menga dushman aka shundoq deb aytdi dedi. Voy otajon dedim, shunga ham xafa bo'laverasizmi, aytaversin dedi. Shuning bilan o'tirgin dedi, o'tirib endi bor mozorlarni hammasini aytib chiqdi. Endi mozorlarni aytib o'tirib, fotoxona qilib, duoni qilib aytdi. Qizim dedi, men senga duo qilaman dedi. Qiling otajon dedi. Xudoya xudovonda yolg'iz o'g'lim bilan sen ham yolg'iz aka qo'shchaqarim murodi maqsadingga yetkin dedi. Xudoya xudovonda 5 o'g'illik 5 qizlik bo'lgin farzandsan dedi. Voy otajon deb yelkasiga urdi. Mana aytgandek, mana 5 ta o'g'il, 2 qiz, 5 ta qiz tug'madim, 2 ta. 2 ta qiz, 5 ta o'g'ilni ariq qildim. Mana voyaga yetkazib katta qildim. Qaynotam o'lib qoldi. Bir qish bir yoz yashaganman qaynotam bilan. Mana shu yerda o'lib qolgan. Boda o'ylayam yo'q edi, bir kapaga o'xshagan. O'y, ichiga kirsangiz qo'rqib ketardingiz. Shu yerda o'lib qolgan. Kuzda o'lib qolgan, lekin shu yerda ko'mib, ariq qilib, ina yoqqa qishga ko'chib ketganmiz. Chakasarga. Halimjonni joyi bizni joyimiz edi. Shu yerga ko'chib ketib, shu yerda ariq qilganmiz. Ina qaynom men ancha yil yashadi. Qariganda ancha qaltiroq bo'lib qoldi, qaltirab mana bundoq qilib o'tirardi. 8 yil qaynamni bir joyda boqqanman. Qaltirog'ini tuzab, kelguncha qizlar kelguncha tag ustini tuzab, chiroyli qilib 8 yil boqqanman. Haligini qaynamni. Qaynamam rosa duo qilgan. Ana shundoq qilib ularni duosini olaverib, rosa maza qilganman o'g'limjon. Hech narsa o'yin telefonam yo'q. Telefon bilamizmi biz? Hozirgacha men telefon bilmayman. Telefon jingillasa chaqiraman. Kel telefonimman. Maktabda o'qib, maktabdan kelganim uchun qaynam non pollarni qilib qo'yardi. Acha, non qildingizmi? Ha, non kamaka non qilib taxlab qo'ydim qizim derdi. Rahmat acha. 5 oygacha non yonmaganman. 5 yilgacha. Butun qaynam yopib tayyor qilib qo'yardi. Men mana shu maktabga borib, maktabdan kelib o'y ishini qilib yurardim. Yoshligimizda, qizlik vaqtimizda betosh o'ynardik, chikiltak o'ynardik. Undan keyin haligi o'ynardik. Sizdan bizga kim kerak? Shot kerak. Ana shundaqalarni o'ynardik. To'p o'ynardik. Endi u vaqtlar o'tib ketdi. Hozir undaqa o'yin yo'q. Hozir hamma telefon qo'lida. Ovqat yeyotganda ham telefon, choy ichayotganda ham telefon, ko'chada ham telefon. Haqqa borsang telefon. Hozirgi yoshlar telefon bilan topishib olaveradi bir-birini. Biz undaqa telefon ham o'ynamaganmiz, topishmaganmiz ham, bir-birimizni sevmaganmiz ham, ko'rmaganman ham, tanimaganman ham xo'jayinimni. Voy, kelib 3 kundan keyin xo'jayinim otini bilinma. Qaynotam Valijon deydi. Men aytdim, voy, o'lay, xo'jayinim oti Valijon aka. Qaynamam Valijon deydi. Mani Ortiqjon deydi qaynam. Voy, o'lay, mani otim Ortiqjon bo'lsa, xo'jayinim oti Valijon ekan deb 3 kundan keyin taniganman. Tanimaganman shu vaqtida. Ana shunaqa kunlarni ko'rganmiz, jon bolajonim. Voy, u kunlarni hech kim bolamiz ham, nevara-chevara kelin-kechaklarimiz ham ko'rmasin. Voy, qandoq yashaganman a. Voy. Otam rahmatli 41-yili urushga ketgan. 3 ta bola qolganmiz, 3 ta. Acham rahmatli bir 7-8 ta tuqqan o'lib qolgan, 3 tagina bola qolganmiz. Otam rahmatli urushga ketib qolgan 3 yildan keyin urushdan keyin qaytib. Keyin acham bizni katta qilib o'qib, ishlaga borardi acham. Bug'doy o'rog'iga borardi. Bug'doyga borib hamdaqa boshini terib kelardi. Terib kelib, yanchib, tegirmonga borib, shuncha bo'lsa ham tegirmonda tortib kelib, unda vaqtda totira yeganmiz, o'g'limjon. Acham rahmatli Qoratoqqa borib, totiran kovlab kelardi. Ana bu Ro'zimboyning otasi haligi bilan. Mana totirini kachkaga o'xshab to'g'rab, qozonda qaynatib, qopga solib, soyni suviga eltib qo'yardi, chushsin. Chushitib, u totirani yanchib, inay tagiga urvoq qilib,
Acham rahmatli qozonga kumoshlarni, qotirmalarni qilib berardi. Ana shunaqa kunlarni ko'rganmiz. Shirach. Ana shu Robiya opalarim rahmatli butun shirachni kovlab kelib yoqib aka. Shirachni qaynatib, alay qilib ichardi. Shirach ichardi. Voy. Bog'da biror nima ekkansizlarmi? Ha? Biror nima ekib yetishtirgansizlarmi? Bug'doy, makka. Qayerda ekadi unda? Kolxoz, hammasi kolxozda yo'q. Undaqa makka yo'q, bug'doy ekish bormi? Bundaqa daraxt ekish ham yo'q. Voy, o'choqqa shuvoq qilardik, shuvoq. Tanirga ham shuvoq qilardik. O'choqlarga ham shuvoqni guldiratib qalab, o'shoqda choylarni damlardik. U vaqtda shuvoq undaqa o'tin ham bo'lmagan ekanmi? Undaqa daraxt ekish ham yo'q bo'lgan ekan, ilgarigilar bir gul bo'lgan ekanda, gul. Endi hozir qayerni qarasangiz, hamma narsa serob, o'tin undan serob, bog'i bo'stonlar, meva. Shunaqa paytlar bo'lgan o'g'limjon. To'tironga tagiga urvoq qilib, kumoch qilib berardi, acham rahmatli. Endi tagiga kumochni bir-birda bizga berib ketardi, ishga ketishda. Mana buni abitda yeysizlar, mana buni kechga yeysizlar deb. Shu achalarim ishdan kelguncha o'shalarni yeb, o'ruy bo'lgan o'ruylarni qoqib berib ketardi, uchalam terib, eshiklarga yoyib tashardik, shundoq shag'allarni ustiga. Yong'oq ko'p bo'lgan, ha? Ay shunaqa bo'lgan bolajonim. Yong'oq ko'p bo'lganmi oldin? Yong'oq. Ha, yong'oq qayerdan keladi? U boshqa qayerdan keladi? To'lqa o'ruy bo'lgan xolos. Yong'oq bilmaymiz. Endi mana yong'oqlar serob, o'ruylar serob, hamma narsa serob. Bayramlarni qayerdan bilamiz? Bayram ham bo'lmagan, hayit ham bo'lmagan. Xudo. Bundaqa qayerda bo'ladi? Bundaqa odam bo'lsa ma'rakalar qayerda bo'ladi? O'lsa Go'ristonga borib kelib ma'raka ham bo'lmas edi. Hozir endi mana o'lgan bo'lsa ham, to'y bo'lsa ham, to'y. O'lganligiga ham to'y. Hamma joy to'y bo'lib ketdi. Jigarim bundaqa ma'rakalarni qayerda ko'ramiz? Voy bolajonim, biz ko'rganmiz, Xudoya, nevara, chevara, bola chaqalarim hech ko'rmasin bundaqalarni. Qattiqchiligimni tortib mana shuncha yoshga kirdim. Mana Xudoya xudovonda 89da, Xudoya xudovonda 90ga o'tib ketyapman. Endi mana umrimiz boricha yashayveraylikchi. Umrimiz ketsa bir kunda ketaveramiz. Xudoya bolalarimni oldida o'ray, bolalarim Xudoya xudovonda o'rgilay, Xudo o'ligimni ham aztanib qilib oyday qilib ko'milsin, o'rgilay. Xudoya xudovonda. Mana o'rislar kelgan do'st. Nechinchi yil kelgan? Eslaysizmi o'sha holatlarni? O'rislar kelgan, shaxta ochilgan, qaysi paytlar bo'lgan u? O'rislar 56-yilmi kelganda. 56-yilmi kelgan o'rislar. Shu shaxta ochar ekan dedidan keyin hammasi Qaladan kelgan, Kosondan kelgan, Chadaydan kelgan, Namangandan kelgan, hammasi har yoqdan kelib ishlagan. Hammasi mana bu chorvoqlarga, Temir chorvoqlariga palatalarni tutib, ana yoqda xo'jaliklarda o'yda o'tirib, hali qilgan. Keyin urus kelib, hammani taxtani hali qilgandan keyin o'y solgan. Hamma kelgan xo'jaliklarga Chadaylik bormi, Namanganlik bormi, Kosonlik bormi, hammasiga o'ylarni solib, urus bormi, hammasiga o'yni solib, posilka qilib jo'natgan. Ay shunaqa. Oldin suv bemalol bo'lganmi yo tashigansizlarmi? Suvni? Suvmi? U vaqtda suv soylar to'lib ketardi. Soylarda odam ham o'tolmas edi. Xo'jayinim rahmatli taxtani qo'yib qo'yardi mol o'tish uchun. Yana oqib qo'yardi, oqib ketatib, kechga mol kelishi yana taxtani qo'yib, molni taxta bilan o'tkazardi, echkilarni. Ay voy, suv raza hamma joyni suv bosib ketgan. Endi hozir hamma joy kiran, shilang, suv yo'q.
Obkashda tashigansizlarmi suvni? Ha. Mana eslayman. Obkashda tashigansizlar suvni. Ha, Suvni suvni. qadam tashigansizlar. Mana Suvni. bu yoqda bu keçitdan oldin suv bo'lmagan-ku. Suvni manboda vodozaborga olib qo'ygan, shaxta qilganda. Sizmi qadimgini gapiring. Apkashda tashilgan bu seldan o'tgan payt biz kelincha bo'lgan paytlar. Ha. Qadimgi davrni gapiring. Ha. Suv bo'lmagan-ku. Suv deydi. Keçitda suv yurganmi keçit soyda? Ha, kechsoyda suv bayshoqlarda vang'illab oqib yotar edi. Hammamizda manbodan bir ariq o'tardi, bog'dan bir ariq. Ana yoqqa temir ekaniga qarab o'tardi. Ariq suv edi. Endi hozir suv yo'q. Mayli, tok qachon kelgan? Tok. Tok qachon kelgan? Svitmi? Svit. Svit shu uruslar kelib, hammasi shu posilkaga o'ylari solib, ali qilgandan keyin posilkani tinchitgandan keyin undan keyin qishloqqa svit bergan. U paytgacha qanday yashagansiz svetsiz? Chiroq, ponor chiroq. Qanaqa ekan u? Qishchali ponor chiroqni bundoq osib qo'yardi, shuni yorug'i bilan o'tirardik. Ha. Televizorlar qachon kelgan? Televizor, radio. Televizorlar ham shu urus vaqtida bo'lgan o'g'lim. Televizorlar ham urus vaqtida kelgan. Hammasi endi hozir u vaqtda televizor turib, priyomni allamani aytmagan. Ilgari potmon qo'yardi ilgari. Potmonini ham bilmaganmiz. Ha, shundaqa. Nima-yu? Hozir tushunmadim. Potmon deysiz, nima u? Radioda bitta buni Patefon, patefon bo'ldi. Patefon. Bo'ldi. internetga chiqib ketmasangiz bo'ldi. Patefonni. Chiroqni qishchasini artib yana solib qo'yardi, shu yoqa borardi. Salarkami allama quyib qo'yardi. Ali chiroq qishchaga. Shuni bilan yurardik. Undan keyin unda ali qilma gaz qayerdan keladi? Andaqa 3 filikni yoqib qo'yib, choy qaynatardik. Tog'chaga o'rnatib qo'yib. Keyin bo'lgan shu ham u vaqtida bo'lmagan. Ha, shunaqa. Endi bo'lgan hech narsa serob bo'lmagan u vaqtida. Xudovanda endi mana hamma narsa serob, hamma narsa haligi Xudovanda bola chaqalar, kelin kechaylar, hammasi omon bo'lsin. Nevara kelinlarim o'choqda choy qaynatardi, chuvoqlarni qalab, odastani qo'yib choy qaynatardi. Qaynam rahmatli aytardi, shuvoqdan qala qizim, derdi, shuvoqni qalab choyni qaynatsak, alinga cho'g'ni ustiga qo'yib, dam yesa shirin bo'ladir edi. Shundaqa kunlarni ko'rib, hali qilganmiz, nima qilganmiz? Xudoya. Shundoq qilib kun ko'rganmiz deb bolajonim. Vaqtida peshka qayerdan keladi-yu. Sandali ham keyin sandali chiqqan. Sandali ham yo'q bo'lgan. O'choqqa o't qalab, o'choqqa borib yopishib olib sidaverardi. Ilgari o'choqni mo'rilari ham keyin bo'lardi. Xo'jayinim rahmatli o'choqni boshiga chiqib olardi. Voy. Shundoq kunlarni ko'rganmiz. Shundoq bola boqaman deb shaxtada ishlab, kasal bo'lmagan bir kunda o'ldi qoldi. Xudoya Xudovanda cholimdan qolgan bolalarning umri uzoq bo'lsin. Hammasini ham Xudoya tanijonlari sog' bo'lsin. Kelin kechaylar, nevara chevaralar omon bo'lsin. Nevara kelinlarim undan yaxshi. O'zimni kelinlarim hammasi menga kelin emas, qiz. Boshqa qishloqlarga, shaharlarga ham borgansizlarmi? Voy, cholim ekkalam bormagan joyimiz qolmagan bolajon. Sanang, qayoqqa borgansiz? Nima qilib borgansiz? Bormagan joyimiz qolmagan. Hech Qag'liga borganmiz, Solijon, Talimarjon degan joyda soldat bo'lgan. Shoqa Hamid borgan cholim uchchalam Shoqlaga borib, Solijonni ko'rib, Shoqlada rasa o'ynab, tomoshalarni qilib 2 kun Shoqlada turganmiz. Undan Marg'ilonga o'qishga bo'lgan Solijon armiyadan keyin Marg'ilonga bora o'lganmiz o'qituvchi.
shoda o'qigan Soljon. Undan Andijonda bir o'rtog'i armiyada bila bo'lgan aka. Andijon ham qolmagan, Namangan ham qolmadi, Koson ham qolmagan, bormagan joyim qolmagan. Xo'jayinim bilan mashinani minib ketaverardi. Demak, xo'jayiningiz kuchga kirganda yangi davrda borgansiz. Ha. Yoshlikda, kelin paytlarda biror joyga borganmisizlar? Yo'q. U paytda transport bo'lganmi, nimada yurgansan? Mashina bo'lmagan, eshakmi, otmi, piyodami? Keyin xo'jayinim shartda ishlab hali qilgandan keyin mashina bo'lgan, endi qaqib o'tib ketganmiz. U paytda mashina turib, mototsiklga ham bo'lmagan, velosiped ham bo'lmagan. Mashina bo'lmaguncha nimada qatnayasizlar biror joyga? Bozorga, masjidga, qo'shni qishloqqa, qarindoshlarnikiga qanday borgansizlar? Qarindoshlarniki endi chaqirsa borganmiz, chaqirmas. Nimada borgansizlar? Qarindoshlarnikiga bormasdik. Nimada borgansizlar? Borsanglar, to'y bo'ladi. Yaqin qarindoshlarga piyoda ketaverardik. Voy. Uzoq qarindosh bo'lsa-chi? Uzoq qarindoshlarga endi o'ziga yarasha borganmiz deya. Piyoda borib, otalaring abaylada ishlagan aka, birovlarning qo'lida. Undan keyin armiyadan qochib ketdi deb Boda chaqin bo'lgandan keyin bir kechada kelgan. Kelgandan keyin 7 yigitni bir kechada armiyaga olib ketib qo'ygan aka. Qaynam aytardi. Bitta haligi ham qilmaganmiz. Kelgan zamoni armiyaga olib ketgan. Deb shunda qo'yardi. Armiyada undan keyin yo'lda xizmat qilib undan kelgan deya. Voy. Piyoda haliglarda ketaverardi. Abaylarga ham qalaga borib 2 kunda, 3 kunda yetamiz deb. Mana aytyapsiz, 3 ta farzand qolganmiz xolos deb. Ko'p o'lib qolavergan. Nima sababdan o'lib qo'yan oldin? Kim biladi, ilgari bunda haligi bo'lganmi? Ali bo'lganmi? Maqadam nima kelib bo'lardi. 4 kunlik, 1 haftalik, 10 kunlik bo'lib o'lib qolaverardi. Keyin 3 tagina farzand qolganmiz. Shundaqa. Mana o'sha yoshlik davriga qaytsangiz, nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Nimani boshqatdan qilgan bo'lardingiz? Voy, iloji bor, bunda hamma narsani qilib, sekin narsalarni o'rganib, qiladigan ishlarimizni qilib, qilib. A'lochi bo'lgansiz, o'qigan bo'lardim deng. Inglizlarda o'qirdim deng, o'qituvchi bo'larmiding. Hozir ham kitob o'qiydilar. Hech qayerda ishlamaydilar, uyda o'tirganlar, to'g'rimi? Ko'zlari butun hozirgacha kitob o'qiydilar. Qarang. Jurnallarni, kitoblarni o'qiymarasan hozir. Mana maktabda o'qigan ekansiz, orzuyingiz bo'lgandir, kimdir bo'laman deb o'qiyman degandirsiz. Nima orzuyingiz bo'lgan? Orzum endi yoshligimda qilib qoldim, undan keyin o'qiy olmay qoldim deya. 9-chini bitira olmay qolib ketganman. Nima orzuyingiz bo'lgan? Yo'qolsam, Kasb egallamoqchi bo'lgansiz, qaysi kasb? O'qituvchi bo'lmoqchi bo'lgansizmi? Qaysi kasb egallamoqchi bo'lgansiz? Menmi? Doktorim, o'qituvchim nimani xohlagansiz? Xudo xolasa o'qishni bitirsak, bitta hamda o'qishlarga kirib biror narsani qilamanmi deb didlab yurardim deya. Keyin o'qishni bitira olmay ham turmushga chiqib, qoldi shu. Turmushga chiqqandan keyin biror yoqqa ishlagani ham bormaganman, boshqa yoqqa bormaganman, hech joyini ko'rmaganman. Mana shu uy ishini qilib, choli kampini kutib, qilib o'tiraverganman. Xo'jayinim top kelavergan, yeb ichib o'tiraverganmiz. Sizlarning davringizda qishloqda eng hurmatli yo boy odam kim bo'lgan? Endi katta boylar ham bo'lgan deya o'g'limjon. Kimlar? Eslalasizmi otlarini? Katta boylar bo'lgan. Mashada ana bu usta Badroyim deydi, Ayshola boy bo'lgan. Mani otalarim boy bo'lgan. Haydar To'xtanazarov Haydar degan boy bo'lgan. Nimani orqasidan boy bo'lgan? Moli ko'p bo'lganmi? Qayoqdan boylik? Boy bo'lishim hamma. Qanaqa boy? Puli ko'pmi, oltini ko'pmi, molimi, tuyasi ko'pmi? Butun boylar yaxshi bo'lib yashayvergan. Kambag'allar haligi bo'lib hammasi Yangi Yilgami,
Abaygami, Toshkentgami, qayerlarga ko'chib ketib qolgan hammasi. Boylik nimani orqasidan bo'lgan? Yeri ko'p bo'lganmi, molimi, xotinimi, nimasi ko'p bo'lgan? Boylik endi harakatdan barakat degan. Nimasi? Xo'p, nimasi? Otalarim rahmatlik Navoiyda non yopar edi, shu masjidni joyida. Navoiyda non yopar edi, Masjid o'rnida Navoiyxona bo'lganmi? Ha. Masjid o'rnida Navoiyxona bo'lgan, otalarim shu yerda Navoiyxonada non yopar edi. Non bo'lashardi hammaga. Shunday qilib un bo'lashar edi. Shunday bo'lib hali qilib yashagan. Keyin Navoiyxona hali qilgandan keyin oshpaz bo'lgan. Mana shu oshni pishirib hali qilardi. Aytardi, katta qozonga 80 kilo guruch solaman. Kichkina qozonga 50 kilo soladi. Deb Umrziya Bukur tog'a ikkalasi oshpaz bo'lib pishirardi. Kichkina qozonni pishirardi, kattani otam pishirardi. Undaqa haligi bo'lmadi, so'qim so'ymasdi, qo'yni so'yib dumbasini eritib, tog'orada jizza, gaptavoq, menimcha gaptavoqda menimcha ustida go'shtlari bilan polov kelardi otamning haligisida. Tog'orada jizza shoda qozonni boshdagilarga bo'lashib qolganini tog'oraga solib o'yga berib yuborardi. Butun hali qilib otam rahmatlik shunaqa oshpaz bo'lgan, yeganimiz jizza, polov, qo'y go'shti bo'lgan. Ilgari bundaqa so'qim so'ymas edi. Butun qo'y so'yib, qo'yni dumbalarini eritib, dumbalaga osh qilardi. Ertamanda katta qozonga sho'rvani solib, tomga chiqib chaqirardi. Ertamanga yog'li sho'rvaga, palonchilikka yog'li sho'rvaga deb. Butun odam borib yog'li sho'rvani ichib kelib, orqasidan ine polovga chaqirardi bitta. Shunaqa edi. Endi hozir yo'q undaqa. Hozir undaqa qo'y so'ymaydi. So'qimni so'yadi, so'qim bilan bitqazaveradi. Ochalarim keyin ine chorva bo'lgan. Chorvada xuddi mana bundaqa qarinlarda yog'larni olib kelardi. Bu yerda eritib qaynam rahmatlik. Hammaga bo'lashib, piyla chini yog'larni bo'lashib, shunday qilib yog'i yanchmay yeganmiz. Otalarimning davrida, otalarim chorva bo'lgan, mol soqqan, 20 ta sigir sog'ardi betakaliklarga borib. Voy, kunlar qandoq kun o'tib ketdi. Endi hozir bundaqa yog'lar qayerdan keladi-yu? Hozir sigir sog'ishmaydi. Ilgari echkilarni sog'ib ham qarin yog' olardi chorvaga chiqib. Echki chorva bo'lardi, qo'y chorva boshqa, sigir chorva bir boshqa, ot boqar chorva bir boshqa bo'lardi. Hozir endi undaqalar yo'q. Chol bilan necha yil yashagansiz? Valjon katta bilan necha yil yashagansiz? Otam bilanmi? O'zingizni xo'jayiningiz bilan. O'zing xo'jayiningiz Valjon katta bilan. Xo'jayinim bilanmi? Xo'jayinim 32 yil shaxtada ishlagan. Birga necha yil turmush qurgansizlar? Lekin 62 yil ikkalam turmush qurganmiz xo'jayinim bilan 62 yil. Endi qarang, urush janjal bo'lib turgan baribir, to'g'rimi? Bo'lib turadi. Urush janjallar bo'lib turgan, to'g'rimi? Valjon kattaning jahllari yomon bo'lgan. Mana shunaqa paytda qanday saqlab qoldinglar oilani? Sir-asrori qanaqa? Mana shu. Endi o'tgan yaxshi yashaganmiz deb qilib xo'jayin bilan yaxshi yashaganmiz. Shuni tushuntirib boring, ana shu hozirgi yoshlar ko'p mana ozginaga chidamay ajrashib ketadi. Shu yoshlarga sani gaplaring o'rnay bo'lsin. Urganlar-ku, so'kkanlar, urushardilar, darsalarni otib yuborardilar, yig'lab indamay o'tirardi. Sholani aytaka. Otaymi? Ha, otay jahli chiqanda yomon baqirardilar-ku. Baqirib urardilar. Bolani aytdi-ya. Men otajondim men uxlatib qo'yardim, ha? Bu kelib uxlatib ketardi. Lekin bir pasdan keyin o'ziga kelganda yana hali qilardi. Kelinda aytardi, qizim, bu opang yurishib qoldi, endi menga qaramaydi deb qo'yar edi. Yana bir pasdan keyin gapirib, o'zidan o'zi yana topishib olaverardik. Voy, qanday bo'lgan ha. Shaxtadan chiqib kelsa,
5 o'zbek kelsa 5 o'rus kelardi. Biz bugun oylik oldik. Kelamiz choqa sizlar uyimizga ovqat qilib turinglar derdi. Sho'rvalarni qilib, ovqatlarni qilib o'tirardim. 5 o'rus, 5 o'zbek kelar edi. O'zbeklardan To'ychinovcha, undan keyin Ro'zimjeka, Karimbek aka, ana voda Ismoil Peshayvon, Sobir aka, o'ruslar kelardi. Hammasi ichib, pishib, o'yinda tushib, apar pochta kelardi. Pochtalar yonida uchardi. Karimbek aka ustoyini ko'rib, Karimbek aka tushar edi. O'yinda tushib, yarim kechagacha o'tirib, inday ketishardi hammasi. Ana shunaqa kunlarni ko'rganmiz. 2 marta ovqat qilsa, yana qilsa 3 marta ham ovqat qilib beraverardim. Kelinlarni aytaman-da, kelinlar, men otayni topganini yeganman katta. Sizlar ham xo'jayinlarni topganini yeb, bola chaqanglarga bosh bo'lib, sog' salomat yuraveringlar. Urush janjal qilmanglar. Oyday yaxshi ittifoq bo'lib, birlikda qo'shcha qaringlar deb kelinlarni aytaman deya. Hozirgacha ham aytaman. Biz otayni davrida hamma narsani yeb ali qilganmiz. Endi sizlar ham xo'jayinlarni topganini yeb, ichib, bola chaqanglarga bosh bo'laveringlar. Tinch yashanglar deyman deya. Qaysi paytlar qahatchilik og'ir davrlar bo'lgan? Og'ir davrlar. Mana abaylarga ko'chishgan-ku, nima sabab bo'lgan? Abaylarga shu ali bo'lgandan keyin sal qimmatchilik bo'lganmi, ocharchilik bo'lganmi, butun abayga, ana unaga, Yangi yerga, ana abay Yangi yo'l, ana shunaqa joylarga hammasi ko'chib ketgan deya. Hozir abaydagilar ko'pi chakasallik. Hammasi har yoqqa ko'chib ketgan. Oldin qo'shiq aytish bo'lganmi? Qo'shiq aytish. Yor. Laza biladi. Qanaqa, biror qo'shiqlarni eslab aytib bering. Qanaqa qo'shiqlarni yaxshi ko'rgansiz? Taxta ko'pirik, taxting bo'lsin yor. Payg'ambarning qiziday baxting bo'lsin yor. Xudovonda o'rgilay. Voy, chol aytardi. Ko'changdan o'taman gul ko'tarib, gul uzib, gul ko'tarib. Chinki o'ynang bo'lsa, chiqneverayni ko'tarib deb qo'yardi. Ey chol, sizga kim qaraydi chol? Nevara ko'tarib chiqadi. Ko'chada bitta ashula aytib ketyapti deb chiqsa chiqaveradi. Voy, chiqsa choli bo'lsa bitta tosh bilan kallangizni yoradi-yu, o'tirasa. Meniki gap deya gapim qoladi kampir. Men nima qilaman uni cholini kampirini? Kapaniga bo'lsin kampiri deb qo'yar edi. Shundoq qilib yorlarni aytardim. Voy. Xudovonda o'rgilay xudo. 15 ta qiz bo'lganmiz, 15 ta yigit bo'lgan. Partalarni cholib mana bundoq qilib, rosa o'yin tushardi qizlar. Yigitlar tomosha qilib o'tirardi. 15 ta qizmiz. 15 ta qizdan hozir mana 3 ta qiz qoldi, 3 ta. Hammasi o'lib yo'q bo'ldi. Hammasi. Shu 15 ta qiz hammamiz birdaniga kelinchak bo'lganmiz. Kelinchak bo'lib, bir-birimiz bilan alik qilganimizdan keyin hammasi tarqalib, bolali chaqaliq bo'lib yo'q bo'ldi. Endi 3 ta qiz qolganmiz. Sho'g'inisi Imomi Mukarram man 3 ta qoldik, 3 ta. 15 ta qizdan hammasi turmushga chiqib bolali chaqaliq bo'lib o'lib ketdi. 15 ta qiz hammasi ana Mozorbonda Sag'at otin bo'lgan, Turdotin bo'lgan. Voy, Turdotin Shomat akaga tekkan, Sadat otin Mozorbonga Alinga tekkan. Ay shundoq qilib hammasi tirqirab ketgan qizlar. Nima qilamiz? Uzoqqa qiz bermanglar, ular ketar yor. Uzoqqa qiz berganda rangi sariq yor. Ko'zidan oqqan yoshlari misli varaq yor. Yana bitta qaytarib yuboring shuni. Doiraga tosh otmanglar yor. Botar ketar yor. Uzoqqa qiz bermanglar, ular ketar yor. Uzoqqa qiz berganda rangi sariq, misli ko'zidan oqqan yoshlari misli varaq.
Kaldır samir kaviçka ısırgam düştü. Sınamagan yigitlerge sinem düştü ya. Sinem için kahrıvamı kayışadı. On kolumda uzuylarım mayışadı yor. Dahşat, zo'r. Bola canım taldan oyunu yapkan Omonjon. Talqıvişte kelilleni qaydan topgan voy Omonjon. Xudoya xudovonda o'rgilay xudo hammaynani umringni uzoq bo'lsin. Xudoya tanijoninglar sog' bo'lsin. Kelinchaklar ham omon bo'lsin. Xudoya yo'l bersin kelinchaklarga ham. Ko'kragimni sutini shoshdim onajon. Sütingizga rozi bo'ling. Ketdim onajon yor. Uzun arg'amchin qayinchakka. Daka ko'ynay yarashadi kelinchakka. Daka ko'ynay yengiga tutqoqayliga. Kuyovjonde bariga o't yoqayliga. Osmondagi yulduzlar 8 deyman o. 8 qizni sardori kelin deyman o. Yor kelin deyman o. Osmondagi yulduzlar 8 deyman. 8 yigit sardori kuyov deyman o. Yor. Chimalig'ini kim qoqdi, kuyov qoqdi. Charsamayuz topolmay yerga boqdi yor. Yig'lama qizim yig'lama, to'y saniki. Astanasi tilladan o'y saniki yo. Yig'lama qizim yig'lama yor. Ko'ynagimni zetini setdim onajonim. Oq sutingga rozi bo'lgin onajonim, ketdim yor. Xudoya xudovonda o'rgilay xudo. Tanijonlari sog' bo'lsin. Xudoya xudovonda. Kuyov pochonboy deydi, boyi qani yor. Samovarda qaynab turgan choyi qani yor. Choy ham bo'lsa, suv ham bo'lsa ichaylik choy unniga yor. Otam bo'lsa minaylik to'y unniga yor. Otangizmi, Uzilachami? Ha. Bu kim? Qani? Mana qadimgilar. Sizmi? Mana rahmat Komil tog'am bu kim? Ha, mana bu otam. Bu Uzilacham. Bu men acham. Ha, mana bu siz. Bu Rislig'oy. Rislig'oy opami? Ha, Rislig'oy. Mana bu bittasi. Rislig'oy opa emas, mana Komil tog'am bilan teng bo'ladimi Rislig'oy opa bolasi? Mana bu Komil tog'am. Ha. Bu Rislig'oy opa emas, siz emasmi? Mana men. Bu Uzilachamku, otangiz. Ha, men. Siz. Ha. Mana bu Rahmon tog'ammi? Bu Rahmon Ali bo'lsa, bu Komiljon. Ha. Qadiki bu rasm. Topildi-da. Ha. Eslaysizmi shu rasm tushganingizni, qada tushgansizlar? Ha, rasmgami? Ha. Shu hammamiz bir alik qilib o'tirganimizda rasmchi kelib, rasm olgan. Ne tushganmiz shonda. Xudo mayli. Valjon katta qanaqa ovqatlarni, qaysi ovqatni yaxshi ko'rgan? Xo'jayinimmi? Ha. Xo'jayinim juda chiroyli ovqat yer etdi. Yundoq, voy. Ovqat qildi, mana shu kelinda aytaverardi haftada. Qizim, yumshoq ovqat qil, manti qil. Menga chiroyli qil, narin qil, kulchatoy qil deb qilar. Siz bizni paytimizda aytmang kelinlarni, o'zingiz pishirgan kelinchalik vaqtingizda ovqatlarni ayting. Nima ovqat bo'lgan shopa? Bunday ovqat kulchatoylar qandan kelgan? Yo'q bo'lgan. Kelinchalik vaqtimda bundaqa teragarchilar qada bo'lgan. Nima ovqat yeganingni ayting. Nima ovqat yeganmiz, topilganni yeyverganmiz ya. Voy, xo'jayinim pul topib ishlab, pul topguncha topilganni yeganmiz. Quruq non, quruq choyni ham ichganmiz vaqtganda, hech narsa yo'q. Alay qilib, quruq non, quruq choy ichganmiz ha. Voy. Yo, biror ovqat pishirgansizlar-ku, qanaqa ovqatni yaxshi ko'rganlar? Endi topganimiz qora sho'rva. Anaqa laqalaq. Xamirtoylar laqalaq dedi. Shunaqa qora sho'rva. Qora sho'rva, qovurma sho'rvami? Ha, qora sho'rva. Go'sht solinmagan. Qora sho'rva. Go'sht solinmayapti. Go'sht ham bo'lmagan. Shunda go'shtsiz qora sho'rva qilaverganmiz. Ha. Nima qilamiz? Ayni qilib topilganni yeb, o'tirib keyin hamma narsa serob bo'lgan.
ro'rnik kelgan, ro'rnik kelib urush kelgandan keyin narsa seroq bo'lib ketgan. Ungacha o'ziga yarashir bo'lgan. Voy, ro'rnik kelganda iloji bormi? Hamma narsa qand turimini ham, yog'larchi pochka. Mohirjon rahmatlik magazinda ishlarida Solijon katta to'y qilganda 32 qop un, 4 pochka sariq yo'q. Haligi qand, iris qand, shokolad qandlarni 4 turimini ham korobka qilib keltirib bergan. Mohirjon bechora rahmatlik. Juda bizga foydasi katta edi. Rassa foyda keltirib berardi. Go'shtlari ko'tarib kelardi. Butun qo'ylarni go'shini. Voy. Oldingi odamlar. Eski odamlarmi? Eski odamlar endi o'ziga yarashib yashagan deb bolajonim. Qadimgi odamlar mana mahallalarga borib, bir-biringlarga kelib turgansizlar, yordam berib bir-biringlarga. Ashili gap, mavzuda bo'lishib yegan qadimgi odamlar. Dadalarim mana qo'shnilar bilan, dadalarim bilan. O qo'shnilar bilan ota boladek o'tganmiz. Shuni aytasiz, ovqat yeganlaringiz ayting. Voy, qo'shnilarim jonimni rahati bo'lgan. Temirvoy akalar, Manboda Ikramali bo'lgan. Temirvoy aka, Manboda Tursunqul bo'lgan. Qo'shnilar jonimizni rahati bo'lgan. Anvoda Ro'jon bopaniki bo'lgan, haliginiki bo'lgan, Otinqurg'ur. Nur Muhammad aka. Hammamiz yig'ilishib bitta kalla bo'lsa ham o'rtada yeganmiz. Temirvoy aka mayshu ovqatni qilib, kallalarni olib kelardi, solib, pishirib chaqirardi. Hammamiz borib yeb, yana uyda qolganlarga muncha qog'ozga o'rab berardi. Ular rahmatlik. O'rtaga qo'yib Otaxon tog'ani aytardiki, Temirvoy aka, ey Otaxon, hammaga barobar to'g'ra. Ammo barobar to'g'ramasang, kelajakda ishing chatoq deb qo'yardi. Endi Otaxon tog'a to'g'raradi, lagan go'shtlarni yeb, alik qilib, hammamiz birlikda shoda yashar edik. Endi hozir qo'shnilarga ham bormaydi. Yo'q. Kattalar o'lib ketdi. Yoshlar o'zi bilan o'zi. Yo'q. Bir maraka qilsam boda Hakimbek chaqirib turadi. Boda biz chaqiramiz. Bir maraka qilsak, boda Solijon, Mayramniki shu. Undan boshqa hech kim yo'q. Mahallamiz inoq hammasi. Bir-birini chaqirishib, zangi bog' qiladimi, bir tishtay xudoy chaqiladimi, chaqirishadi hammasi. Umrlari uzoq bo'lsin. Qo'shnilar yaxshi hammasi. Otajon acha, maktabga qaysi maktabga borgansizlar? Maktabga bog'chaxona bor-ku, shoda o'qirdik. Bog'chaxonada. Shoda rasa katta maktab bo'lgan, 1-dan 10-gacha shoda o'qigan hamma. 10-gacha bo'lganmi? 10-gacha shoda o'qigan hamma. 1-dan 10-gacha maktab katta maktab shog'i bo'lgan. Domla ustozlar kimlar bo'lgan? Hali o'qituvchilarmi? Ha. O'qituvchilar Jo'rayev Jaylabboy, O'zganboy, haligi Ermatov Azim aka, Xursandboy, undan keyin bog'da Abdulla Shermat, undan keyin shular Abdulla akalar, undan keyin Marayim tog'alar, Marayim tog'a ham o'qituvchi bo'lgan. Undan keyin to'ychi, Marayimov to'ychi, Marayimov Alivoy, hammasi o'qituvchi bo'lgan sholar. Bizni o'qitardi, O'zgan aka ham o'qitardi. Agar ishdan kech borib qolsak, bog'da uy ishini qilib borsak, undan keyin istroyka qilib chiqarib qo'yardi. Hamma 1-dan 10-gacha o'rtaga. Undan keyin kech borsak, qaynona eshigida eshigini shipirib, mana bundoq qilib yurasa, maktabga kelishga haligi vaqt topolmaysanmi deb qizartirib chiqarib qo'yardi hammamizni. O'zgan aka, yomon edi O'zgan aka. Ayni qilib chiqarib qo'yardi. 10 ta klassni o'rtasiga qizarib o'lardi. Shundoq haligi qilib o'lardi. O'zgan aka yomon edi. Azim aka tarixpanddan kirardi. Shu do'shini boricha haligi qilib og'zidan ko'piklari chiqib ketardi Azim akani. Do'shini boricha tarix farsandga kirardi.
Mana turmushga chiqqaningizda o'qigan ekansiz, to'g'rimi? Nechinchi sinf edi o'shanda? 9-sinfda bitirmasdan turmushga chiqib olganman. Maktab paytida farzand ko'rgansizmi yo maktabni bitiribmi? Maktabni bitirmasdan shu farzandni xudovanda shu turmushga chiqqanimdan keyin 5 oydan keyin maktabdan qutulganman. Maktabdan qutulganimdan keyin shu yanvar oyidami Hamid tug'ilgan. Hamid tug'ilgan oyda tuqqan. Qaynam rahmatlik o'yimizga ham bermagan, achamga ham bermagan. Bittagina tavariy bolamni, bolasini o'zim boqaman. Kelinim ham yolg'iz, o'g'lim ham yolg'iz deb qaynam boqqan. Mavldani ham qaynam boqqani 58-yili Hamid tug'ilgan. 59-yili Mavlda tug'ilib qo'ygan. Ana shunday qilib boqqan qaynam rahmatlik. Qaynam juda zo'r kampir edi. Mayli. Ana shunday qilib turmushga chiqib, ne bolali chaqaliq bo'lib. Farzandlarning ismlarini kim qo'ygan? Farzandlarning ismlarini, otini kim qo'ygan? Isminimi? Ismini? Hamid akaning ismini kim qo'ygan? Qolganlarni xo'jayinim qo'yardi. Xo'jayinim qo'yardi hammasini. Hamidjon, Solihjon, Samijon, Sodiqjon, Omonjon deb xo'jayinim qo'ygan hammasini. Samijonni hali bitta ukasi o'lib qolgan xo'jayinimmi. Samijon nomini o'ldirmayman deb Sami qo'ygan. Omonjonni bitta Omonjon degan katta akasi o'lib qolgan aka, shu Xumor opani xo'jayini. Urushda yo'q bo'lib o'lib qolgan aka, Omonjonni otini Omonjon qo'yaman deb Omonjon qo'ygan. Katta Omonjon akasi o'lib qolgan aka urush vaqtida. Xumor opani xo'jayini. Xumor opa 1 yilmi, 2 oymi yashagan shu bilan xo'jayini armiyaga ketib yo'q bo'lib ketgan. Qaynotamda qoldi. Qaynotam bir kun chaqirib aytdi, qizim dedi. Bundoq qilib o'tirma. Xo'jayining endi kelmaydi, urushda bir yoqqa o'tib ketganmi, urushda yo'q bo'lib ketganmi, turmushga chiqqin dedi. Yo nishon qilishiga chiqqin, yo haligiga chiqqin dedi. O'g'limda. Shonga chiqqin dedi. Lekin shuni bilan mato dedi, men turmushga chiqmayman dedi. O'g'larimni qo'lida, o'g'larim meni mandoq qiladi dedi, o'g'larim qo'lida o'tiraman dedi. Voy. O'g'larini qo'lida o'tirib, tevalarga o'g'loqlarni boqib kelardi, yig'lar edi kelib, acham oldiga, acha, men yoshligimda ali qilmagan ekanman, Ozab aka. Mana o'g'larim qo'lida mol boqar bo'lib qoldim-da, yo'qlar choylarni ichib uyga ketardi Xumor opa. Oxirida o'g'lari ham ali qilmay, oxirida xo'r bo'lib o'ldi deya bechora. Mana shunaqa kunlarni o'tgan. Nima qilamiz? Shanba bozorni chiqarib qo'ydi, endi hamma shanba bozoriga ketadi. Kelinchaklar uylariga boradi. Dam olib, yotib ertasiga keladi hammasi ham. Shu-deya kelinchaklar. Nima qiladi? Oldin sizlar davrida qanaqa bo'lgan? Sizlar uyga qatnagansizlarmi, qizlik uyinaga? Bormaganmiz, ota-onamizga nimaga boramiz deb bormaganmiz. Hozir mayli. Yoshlarning davri ketdi, davrni surishaversin. Borishaversin hammasi ham. Yoshlarning davri. Hozir gazeta o'qib turasizmi? Kitob, gazeta? Men gazeta, kitob, jurnallarni o'qiyman. Rosa ko'zim ko'radi, o'qiyman. Ko'z oynayingiz bormi? Yo'q, men ko'z oynay taqmayman. Necha yoshdasiz? Shunda o'qiyveraman. Necha yoshdasiz? Men hozir 89 ga kirib 90 ga o'tdim. Qo'ying. 90 ga o'tdim. Ko'z oynaysiz, o'qiyverasiz. Ko'z oynay taqmayman. Mendan yoshlar ko'z oynay taqadi. Men ko'z oynay taqmayman. O'qiyveraman. Gazetda ham, jurnalda ham, hamma narsani. Nima sabab ko'zingiz shunaqa o'tkir? Nima sabab? O'qib, Soljon ana masjiddan haligilarni olib keladi. Bitta chiqarib beradi, rosa o'qiyman. Qag'ladan keladi. Ana Gunnora butun kitob olib kelardi bechora. Rosa o'qirdim Gunnorani kitobini ham. Endi u ham
boshqa joyga ketgan aka kutavam yo'q aka hozir. Ha. Bunaqa. Dars o'qiyman. Kunlarni kitob ikkita ushlasa shu tepa o'yda chamadonda yotgan. Qancha jurnallar bor edi. O'qib taxlab o'yga qo'yib qo'yaveradi beraman de. Aytaman, "Oy, kelinlar, qaynataynani kechirimli bo'lsin deng. qaynataynani o'ngiridan suv o'ngiri uchina hamma narsa taq, o'yla taq, kamchilik yo'q. Nima desa bor. Men aytaman, buni kelinlarni ham aytaman, hammasini aytamanki, "Oma, kelinlar qaynatani o'ngiridan suv olib ichinglar. Qaynatani duolarini olinglar. Xo'jayiningizni oyda yaxshi qilib, yaxshi kutinglar." deyman de hammasini. Xudo. Olamatli kelinlarni ham aytaman de, "Bolajonim, oma Hamidni qizi yo'q. Bundoq yugurib kelib dada deb xabar olgani. Mana 4 ta yigit aka, 4 ta kelin ekansa, omma shu Hamid bilan olamatli duosini olinglar. Duoga olgan yaxshi bo'ladi, duosini olinglar. Omma Hamidni ham hech ali qilmaylar, xafa qilmaylar deb kelinlariga aytib yotaman. Hammasini ham aytaman, kelinlarni ham aytaman, omma hammanglar qaynatayni hurmatini qilinglar, xo'jayininglarni hurmatini qilinglar. Bir yoqdan keldingizmi dada deb darrov yonboshiga bo'lish qo'yinglar. Xo'jayininglarni ham o'ydak qilinglar deb kutaman de. Nima qilaman? Shu Omonjonni ikkala qizi bor, ikkala qizi kelsa aytaman, "Ey bolajonim, endi absotlar o'tib ketdi. Endi Xursanoyni omma hech xafa qilmagin. Xursanoyni ham o'ydak qil deyman. Ani ham aytamanki, sanam o'ydak qil qizim. Omma Shermuhammad bilan Gulnorani haligisini duosini olgin. Yaxshi bo'lib, xo'jayiningni ham hurmatini qil. Mana 3 ta o'g'il bola ekan dedim, bolalaring katta bo'lsa, Xudoni bergani. Xudovonda shularni duosini olib, shularni yaxshi qilib, qil deyman de. Acha duo qilamiz, hammasini men hurmat qilaman. Opamni ham, dadamni ham orqasida hammasini hurmat qilaman deydi. Hurmatini qilsang, sen ham hurmat ko'rasan deyman de. Buni ham aytaman, Abdubokir ikkalang oma Xursanoyni mamdoqa qilgin. Bitta Xursanoy qoldi xolos deyman de. Aytaman, ular uzoq bo'lsin, tan jonlari sog' bo'lsin, sog' salomat.